1893-yil Chikago. Dunyo ko'rgazmasi munosabati bilan shahar mehmonlar bilan to'la. Hamma bayramona kayfiyatda, lekin shaharning bir chekkasida dahshatli o'lim qasri o'z qurbonlarini kutmoqda. Uning egasi kelishgan, aqlli va boy doktor Henry Holmes. U o'z mehmonlari uchun shunday tuzoq tayyorladiki, u yerdan hech kim tirik chiqmas edi. Bugun tibbiy arxivda tibbiyot tarixidagi eng makkor qotil haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Holmes o'z mehmonxonasini shunday qurganki, uning rejasini o'zidan boshqa hech kim bilmagan. U quruvchilarni tez-tez almashtirib turgan. Shunda hech kim binoning asl xususiyatini payqamagan. Maxfiy eshiklar va derazasiz xonalar. Ba'zi xonalar faqat tashqaridan qulflanar, ichkarida esa na havo, na yorug'lik bo'lardi. Holmes o'z kabinetida o'tirib istalgan xonaga zaharli gaz yuborishi va mehmonlarni uxlatishi yoki o'ldirishi mumkin edi. Jasadlarni pastga, yerto'laga yashirincha tushirish uchun maxsus vertikal quvurlar o'rnatilgan edi. Jasadlar qayerga yetgan deb o'ylaysiz? Tibbiy biznes. Doktor Holmes nafaqat qotil, balki sovuqqon tadbirkor ham edi. Skeletlar savdosi bilan shug'ullangan. Qanday deysizmi? U o'ldirilgan odamlarni go'shtini maxsus kislotali vannalarda eritib, suyaklarini tozalagan. So'ngra ularni tibbiyot universitetlari va laboratoriyalarga o'quv qo'llanmasi sifatida sotgan. U o'z xodimlarini sug'urta qildirib, keyin ularni o'ldirgan va pullarni o'zi olgan. Mehmonxona yonib ketganidan so'ng politsiya yerto'ladan dahshatli narsalar topadi. Kislota idishlar va ohak chuqurlari jasadlarni tezda yo'q qilish uchun ishlatilgan. Jarrohlik stoli. Holmes u yerda odamlar ustidan dahshatli tajribalar o'tkazgan. Inson qoldiqlari topilgan, yuzlab odamlarning poyabzallari, kiyimlari va suyaklari topilgan. Taxminlarga ko'ra u 200 ga yaqin odamni o'ldirgan. Henry Holmes 1896-yilda dorga osildi. U o'limi oldidan men ichimda shayton bilan tug'ilganman degan edi. Uning qasri bugun yo'q, lekin uning nomi tibbiyot va jinoyat olamining eng qora sahifalarida qoldi. Arxiv yopildi, lekin sirlar tugamadi. Navbatdagi dahshatli haqiqatlarni o'tkazib yubormaslik uchun tibbiy arxivga obuna bo'ling. Esingizda bo'lsin. Har bir jinoyatning ortida tibbiy iz qoladi. Ko'rishguncha. Sizlar bilan Ra'noxon.